Hop, endi sizlar bilan 9 metr. assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan magnitning dishlamatorlarimiz haqida gaplashib o'tamiz. Bizda ikki xil magnit dishlamatorlardan bugun obzor qilib beraman men sizlarga. Hop, bittasi Gokamini Italiya ishlab chiqarilgan magnitning dishlamatorimiz bo'ladi. Ikkinchisi bo'lsa Termagron dishlamatorimiz. Hop, bu Xitoy, bu Italiya. Hop, birinchi bo'lib boshlaydigan narsamiz bu upakovkalarni ochib olamiz. Ko'rib turganingizdek, o'zida Made in Italy degan yozuvlar bor, Made in Italy degan yozuvlar bor. Hop. Magnit dishlamatorimizni ichida o'zining komplektatsiyasida ko'rib turganingizdek silyodni ekranlari chiqadi hamda ichida shunaqa setkalar bo'ladi. Hop, endi Termagron magnitning dishlamatorimizni ochamiz. Ko'rib turganingizdek, juda chiroyli ishlangan magnitning dishlamatorimiz bo'ladi. Hop, bu magnitning dishlamatorlarni ichida o'zini mana shunaqa chiqargan hamda o'zini mana shunaqa slivnoy qilib slivnoy ekranlari uchun zagruzkalarni ham chiqadi ichidan o'zini. Hop, endi biz sizlar bilan bularni sinab ko'ramiz. Hop, buning uchun biz eng muhim narsasi bo'lgan magnitning filtri eng muhim narsasi bo'lgan magnitlarni olib sinab ko'ramiz. Davom etamiz. Magnitlarni oldik. Endi biz sizlar bilan buni test qilib sinab ko'ramiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan narsamiz mana shunaqa yupqa ham yengil bo'ladigan как metal parchasi ham bo'ladi. 6 to'g'ri ismi kelmayapti hozir. Chashka. Kerak juda ham aqlli. Hop, ko'ramiz necha santimetrdan tortadi. Hop, ko'rib turganingizdek. Hop, uchiga qo'yganimizda o'rtadagi masofani ko'rib o'tamiz hozir sizlar bilan. 9 metrdan tortdi, chashkadan tortdi. 9 metr. Hop. Endi Termagron Xitoy magnitning dishlamatorlarini test qilib ko'ramiz. Ko'ramiz necha santimetrdan tortib oladi.